Hammaga assalomu alaykum akalar. Xudo xohlasa yana bir ishimizni Shahrixon Bobochakda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Ishimiz sifatiga har doimgidek o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Biz esa sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni video davomida birma-bir harakat qilamiz. Xo'p, ushbu xonadonimizga 04 razmerli tunikadan foydalangan holatda tunika fonda xonadon xohishiga qarab shunaqangi fasonda qilib berdik. Oddiy Kobra fasonda bo'lgan, ustiga oq pianino bo'lgan, karnizlariga har bitta lentasini ro'parasiga bir donadan lola qo'yib berganmiz. Tarnovlari eski tarnov joyida qoldi. Xo'p, imkoniyat bo'lsa, kimda kim shunaqangi tarnovlarni qilib bo'lgan bo'lsa, masalan, tom yopilayotgan holatida qo'yib ketilgan bo'lsa, sharoitdan kelib chiqib endi almashtirib tunika fon qilinayotgan paytda birato'la qilinsa mustahkamroq, sifatliroq, chiroyliroq bo'ladi. Ishimizga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu xonadonga jami 150 kvadrat tunika rasxod qildik. Shunaqangi pianino fasonda. O'rtamizga kazirorlarni shaxmat do'ppilarni yulduzchalik qilib, chekasiga bir qator karniz aylantirib berganmiz. 04 razmerli tunikani hozirgi kunda hamma rasxod ichida 140 ming so'mdan o'rnatib bermoqdamiz. Shapkalarimiz eni 80 cm chiqqan. Darvozaxonamiz 3 ga 4. Shunaqa pianino fasonda o'rtalariga oyna rombi qilib, bir komplet oyna rombida 200 ming so'mga uстановка qilib bermoqdamiz. Ichkari shapkamiz qosh hamda 90 gradusli kaseta bo'lgan. Karnizini nova karniz qilib berdik. Mokriy matvida. Qoshlari ham mokriy matviy bo'lgan. O'rtadagi lentalari 90 gradusli kasetasi oq rangda. Shunaqangi holatda bitkazib berdik. Ichkari shapka pa holatda burchalarni kelishiga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Xudo xohlasa o'ta go'zal holatda yakunlab bermoqdamiz. 150 kvadrat ichida bu yerda kichkinagina 1 metrga 4 metrli ayvonchasi ham bor. Hali u yer boshlangan ham yo'q, bitgan ham yo'q. Shu 150 kvadrat tunikani rasxodi ichida shu ayvoncha ham tunikalar kelib bo'lgan. Bu yerni ham bitkazib beramiz xudo xohlasa. Bizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan akalarimiz obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ishimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga xohlagan paytingizda telefon qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Samarqand, Jizzax, Surxondaryoda bo'lsangiz ham bizga aloqaga chiqavering. Agar sizning uyingiz tunika fon rasxodi 300 kvadratdan oshiq bo'lsa, Xudo xohlasa kelishgan holatda borib qilib beramiz. Bizni chetdan kuzatayotgan akalarimiz ekrandagi nomerlarda WhatsApp ishlab turibdi. Xudo xohlasa Telegram ham bor. Bizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa sizlarning uyingizni shunaqangi go'zal holatda tunika fon ishlarini arzon va sifatli holatda bitkazib beramiz.